Opam birinchi bo'lib bizga muolajaga kelganda, yaxshi bo'lganlardan keyin jiyanlarni olib keldilar. 4 kurs kelasiz dedim. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Birinchi kelganingizda qatla og'rirdi. Belingiz og'rirdi. Juda og'riq bilan kelgan. Oyoqqa berarmidi? Juda ham og'riq. Oqsab qolgan edingiz, harakat qiyin. Juda qiyin. Nima qilganlarda yurishda qiynalardim. Yurishga qiynalardi. Yotishga juda qiynalardim. Yotishga qiynalardi. Hozir bemalolmi yotishda? Ha, bemalol. Taxminan 70-80% bormi o'zgarish? Bor. Ancha bor. Yurishlaringiz ham yaxshi? Yaxshi. Gap yo'q. Yotish yurishlar yaxshi. Sizda bir kursda yaxshi bo'ldi deyapsiz. Hozir 20 ta zarba ham berib yuborasiz deyapsiz. Arqonga osganimizda kuzatib turinglar, qiziq bo'ladi. 20 ta ham zarba beramiz hozir bularga. Birinchi kursda qattiq og'rirdi, qanaqa o'zgarish bo'ldi? Belim bilan oyoqim og'rirdi. Qaysi oyoq? Chap. Chap oyog'ingizga berardi. Necha marta kelasiz dedim opshi? 3 marta. 3 marta kelasiz dedim. Demak, hozir necha foiz yaxshi? 80%. 80% bo'ladi ham yaxshi ekan. Osamiz. O'zingizlar kuzatsizlar, ayol bemori 20 marta zarba beramiz. Qizdirib olgandan keyin ketdik. Bemorlarni shuni qizdirib olamiz. Yosh bolalar qizdirishadi. Farzandlari tengi, daji kattaroq yoshli bemorlarimizni jiyanlari, navaralari tengi bolalar qizdirishadi. Kiyim ustidan bo'ladi muolajalar. Shunaqa bolg'alar bilan qizdirib olamiz. Qizdirmasak, osish jarayonida umurtqa pog'onasi og'rib qolish holati kuzatilishi mumkin. Qizdirib olsak, elastik bo'ladi, qizigan bo'ladi, yaxshi cho'ziladi, griji tezroq kichrayadi. Qizdirish jarayonlaridan keyin manual terapiya qilinadi, qirsillatish bu ham kiyim ustidan qilinadi. O'zingizlar hozir guvoh bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Keyin bo'lsa, oyoq barmoqlaridan yuqoriga osamiz. Shunaqa osib, sizlarga ham 80% lab natijalar kerak bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa videolarimizda bemorlarni ko'rsanglar, 2 kursda umuman og'riqlik qolmay mazza qilib yurib ketgan, yugurib ketgan bemorlarimizni ko'rsanglar, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qiling. Bemalol kelib davolanishingiz mumkin. Yotoq, ovqat, muolaja hammasi ichida hech nima olib kelmaysiz. Faqat kelasiz, yotasiz, muolajani olib ketasiz. O'zi bir kun vaqtingizni olamiz. 10 kunlab muolaja qilib o'tirmaymiz. Kelasiz, muolaja olasiz, ketasiz. Hozir qizdirish jarayonlari, keyin qirsillatamiz. Bo'sh qo'yib berasiz, bo'sh. Hoppa, ikkinchi tarafga qarab olasiz. Oyog'ini sal oldinroq berasiz, bo'sh qo'yasiz, bo'sh. Hoppa. Bellarni qirsillatib olgandan keyin ikkita qo'llari va bo'yinlarini tortaman. Bolalar bo'lsa barmoqlardan boylashadi, keyin osamiz. Cheres qirsillab, bittasi qirsillamay, bittasi qirsillab. Xo'sh. O'yinlardan ham tortib oldik. Hozir yotib turibmiz. Bularni osganimizda 4-5 ta zarba beramiz. Keyin bo'lsa, aytganimdek jiyanlarni osganda 20 ta zarba ketdik opa. 1 2 3 bismillah. Alloh shifosini bersin. Osilish jarayonlarini o'zingizlar kuzatishingiz mumkin. Sal ko'taramizda, endi sekin tushamiz. 1 2 3 4 5. Gap bo'lishi mumkin emas, 5 ta zarba. Bir xilda so'raysizlar, barmoqlari og'rimaydimi deb. Mana bolalar hali yechmasdan, uzmasdan. Barmog'ingiz og'rimadimi? Yo'q. Bemalol osilsa bo'ladimi? Maslahat berasizmi? Gap yo'q, xonaga kirib yotib olaverasiz. Demak do'stlar, ko'rdinglar, tushishi bilan so'radim, chunki bir xilda videoni uzsak, barmoq og'ridimikin deb o'ylashadi. Kirib ketdilar, xonalariga kiryaptilar. Hech qanaqa muammo yo'q, sog' bo'ling. Rahmat deyaptilar. Endi jiyanlarni qirsillatish jarayoni. Bo'sh qo'yib berasiz. Voh. Qirsillash yomon bo'ldi. Mikrofonim o'zimda tursa ham menimcha eshitildi. Bo'sh qo'yib berasiz. Bo'sh. Voy. Mana shunaqa, sizlar ham xudo xolisi kelsanglar, belinglarni qirsillatib beramiz. Pastdagi nomerga murojaat qiling, keling. Shunaqa qirsillatgandan keyin osilganni hozir 20 ta zarbada grijasi bo'pshim cho'zilib yo'g'on bo'lib ketadi bu opamni. 20 ta zarbani tomosha qilishga tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, ko'rganingizdan keyin aynan bular uchun like bosib qo'yishni, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Berasiz, bo'sh 1 2 3 4 5. Hoppa. Bosh ko'taramiz, tushiramiz. Hoppa. Demak do'stlar, oyoqlarni boylash jarayonlari va tortish jarayonlari. Endi osamiz. Xo'p, osilish jarayonlarida o'zingizlar qanchalik darajada zarba olishlarini kuzatishingiz mumkin. Ketdi.
Bismillah, Alloh shifosini bersin. Ushab olasiz. Endi barmoqlarni ochamiz. Yigirmata zarba. Oh voh, ey voy degan ovozda chiqmadi. Mana uzmasdan turib kadrni qanday? Zo'r. Hech qanday muammo yo'qmi? Bemalol osildingizmi? Bemalol. Maslahat berasizmi? Maslahat beraman. Kelsa 20 talab urdirsin. Gap yo'q. Xonaga kirib yotaverasiz. Kelsa 20 talab urdirsin, yaxshi bo'lsin deyaptilar. Bemalol kirib ketdilar, barmoq og'riganda. Xonaga kira olmayman debdi. Kadr tugadimi? Ay barmog'im deb qolishardi, unaqa bo'lmadi. Like bosing, obuna bo'ling. Keyingi bemor siz bo'lishingiz mumkin. Deydi-yu, Xudo xolisi ko'rishamiz. Pastdagi nomerga murojaat qilib agar kelsangiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang.